Koreyaga borsanglar ham meni maqsadim asha oddiy ishchi bo'lib qattiq qaytib kelishinglarni xohlamayman. Meni maqsadim xudo xolasa u yerda ishlab yurganda yangilikka harakat qilinglar. Ayniqsa mana pul xudoyim beraveradi hammaga. Lekin pulni o'rniga qo'yishda, miyani tartiblashda o'zingiz nima qilishingiz kerak-da. Shuning uchun xudo xolasa imtihonni o'tib olinglar. Imtihonni o'tib ketgandan keyin u yerda ishlash mobaynida har holda sal ish ko'p bo'lgani bilan u yerda sal xotirjamlik bo'ladi-da. Chunki bola chaqangiz yoningizda bo'lmaydi yoki ota-onangiz yoningizda bo'lmaydi, ishlaysiz bo'ldi, boshqa payt bo'sh bo'lasiz. Bo'sh paytda sport bilan shug'ullanishinglar kerak yoki undan ham asosiysi moliya va biznes, iqtisodga oid kitoblar o'qishinglar kerak. Chunki asha narsa erkak kishi uchun umrining oxirigacha kerak bo'lgan narsa asha. Pul ham topa olasiz, lekin moliyani, iqtisodni, hisob-kitobni tartiblashni, kuningizni tartiblashni, pulingizni tartiblashni bilmasangiz, hamma narsa vaqtincha qo'lingizdan qo'yib olasiz, uchirib olasiz. Xudo xolasa ketganlardan keyin ash kitoblarda qaysi kitoblar kerakligini aytaman, xudo xolasa. Shu ro'yxat bo'yicha 30 ming, 40 minglik kitoblar olib ketinglar, olib ketasizlar inshaalloh. Shuni xotirjam o'qib yursanglar, inshaalloh topgan pulinglarni qanaqa qilib tartiblashni ashitda turib hal qilasizlar. Tushunarlimi?